Hozir ayni damda avtobusning ichki qismidamiz. Ko'rishingiz mumkin, yo'lovchilarimiz bugun juda ham ko'p. Hozir esa yo'lovchilarimizdan qisqacha suhbat jarayonini amalga oshiramiz. Buni yaqinroqdan kuzatishingiz mumkin. O'tirib olsam mayli. Uzr, assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Men Tatariston, Chili, ketaman. Tatariston ketaman. Ha? Tatariston. Chili nabirejniy. Ha, Nabrijniy Chili. Bilet narxini qanchadan xarid qildingiz? 715 ming oldim. Qonuniymikan? Qonuniy ekan. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Oldin ko'p borib kelman, shu uchun pastdan avtobus bilan qatnaymiz. Qulayliklar haqida nima deya olasiz? Qulaylar, rahmat, zo'r bo'ladi. Yashasa bo'ladi, Rahmat. sizda bo'ladi. Shopirlar, nimalar, mana bu ishlaydigan qizlar, nimalar hammasiga rahmat, zo'r. Biletni qayerdan xarid qildingiz? Ofisdanmi yoki Kassadan. kassadan xarid? 10-kassadan oldimmi bilmayman, necha oxirdan. 9-10 kassalar bo'lsa xalqaro yo'nalish bo'yicha. Xalqaro yo'nalish. Zaryadlik joylari ishlaydi, bemalol telefoningizni. Zaryadlik, sharoitlar bor, ovqat Da, shunaqa, rahmat. Rahmat sizga, yaxshi aytib oling. Uzr, sizni ham bir minutga mumkinmi? Yaqinroqda. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Biz Moskvaga ketyapmiz. Moskvaga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 865 ming. 865 mingga. Sizga bilet narxlarimiz qulay keldimi? Nima qildimi? Bilet narxlarimiz. Ma'qul keldimi? Zo'r, normal. Boshqalarga ham tavsiya qilarmidingiz? 100%. Rahmat, kattakon sizga oq yo'l tilaymiz. Yaxshi kunda ko'rishguncha. Rahmat, yaxshi bo'linglar. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan albatta YouTube'ga chiqasiz. Ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq qo'yishingiz mumkin. Bo'ldi, YouTube'ga chiqamiz. Rahmat, yaxshi bo'linglar.